koksartroz kasalligini, ya'ni suyak yemirilish kasalligini qayeringizda bo'lishidan qat'iy nazar bir tiyinsiz pul xarajat qilmasdan va ishonchli tabiiy davolashni istaysizmi? Kimyasiz, operatsiyasiz. Doktorlar davololmaydi. Xomtama bo'lmang. Ularning kuchi yetmaydi. Tushundingizmi? Operatsiya qilib tashlaydi, oyog'ingizni kesib, boshqa implant qo'yadi, tamom. Yoki tizayingizda suyuqligingizni oladi, bir umr majruh bo'lib yurasiz. Ha? Shu kerakmi sizga? Chuvalchang. Yerda bir tepsangiz bepul chuvalchang turibdi. Xudoyim taolo yaratib qo'ygan. Kuniga 5 tadan 3 mahal 15 ta bo'ladi. Kamida yuvib, tozalab, to'g'rab, qattiq aralashtirib ichiring. 15-20 kunga rezultatini bilasiz. Tushundingizmi?